Bugun biz 38 milliondan ziyod katta xalqmiz. Mashaqqatli va sharafli mehnatimiz bilan dunyoda hurmat topayotgan, ertangi kunga ishonch bilan dadil borayotgan matonatli va g'ururi baland millatmiz. O'zgarishlarni kutib yashamaymiz. Aksincha, ularni o'zimiz o'z aql zakovatimiz va mas'uliyatli mehnatimiz bilan yaratamiz. 2025-yilning mamlakatimiz hayotidagi eng muhim va dolzarb ahamiyatga ega voqealardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasi bo'ldi. Davlatimiz rahbari tomonidan yo'llangan murojaatnomada mamlakatimiz taraqqiyotining bugungi, qolaversa yaqin istiqboldagi strategik yo'nalishlar belgilab berilgan. Murojaatnoma yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi tub islohotlarni tamomila yangi bosqichga ko'taradigan xalqimiz hayotidagi muhim voqea. Shu o'rinda aytish joiz, yurt yetakchisining yo'llagan murojaatnomasini barcha katta-yu kichik qiziqish va diqqat bilan kutib, kuzatib bordi. Biz mana shunday o'ta noyob qadriyatlarimizga doimo sodiq qolishimiz, yosh avlodimizning ayni shu ruhda tarbiyalashimiz zarur. Mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo'ladi. Mahalla rivojlansa, butun mamlakatimiz yuksaladi. Shularning barchasini hisobga olib, 2026-yilning yurtimizda mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Endi ochig'i hozir men o'tirib bir tarixiy jarayonni guvohi bo'ldim. Haqiqatan hurmatli prezidentimiz mana shu yangi O'zbekistonda islohotlarning negizi mahalla orqali olib borayotgan islohotlarni yanada yuqori keyingi bosqichga olib chiqish bo'yicha hurmatli prezidentimiz mana shu keyingi yilni mahalla yili deb e'lon qilganligi birinchi navbatda mana shu kambag'allik darajasini kamaytirish. 1,5 millionga yaqin keyingi yilga rejalashtirganmiz. Aholimizni daromadli ishchi joylarga joylashtirish masalasini reja qilganmiz. O'ylaymanki, keyingi yil birinchi navbatda mana 9008 ta mahalla raisi hamda unda faoliyat yuritayotgan 57 mingta mahalla yettiligi a'zolariga bu birinchi juda katta mas'uliyat yuklaydi, juda katta ishonch yuklaydi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasini agar diqqatli bilan kuzatadigan bo'lsak, bu murojaatnoma 1 yillik dastur emas, balki O'zbekiston xalqini, 38 million katta buyuk xalqini keyingi 5 yillikdagi ustuvor vazifalarni belgilab bergan, bemalol aytaman, farovonlik sari yo'l xaritamiz bo'ldi. Nima uchun? Bu yerda barcha bizning keyingi 5 yilda nima kutyapti? Qanday islohotlar amalga oshishini bemalol ko'rishimiz mumkin. Birgina misol, biz 10 yil oldin agar 100 milliard bizning yalpi ichki mahsulotimiz deb xayolimizga ham kelmaydigan masalalar bugun hech ikkilanmasdan 2025-yil yakunida 145 milliard ketyapti. Bu har bir xalqimizda g'urur, iftixor. Chunki qaysi davlat iqtisodiy jihatdan boy bo'lsa, uni ma'naviy, madaniy sohasidagi islohotlar hamohang bo'ladi. Va birgina misol 2030-yilga biz 165 milliard yalpi ichki mahsulotimiz reja qilganmiz. Lekin bu rejani biz keyingi yilga qo'yyapmiz. Bu nimadan? Bu bugungi yangi O'zbekiston islohotlari shiddatli ketayotganligi. Yil nomiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili. Nima uchun aynan mahalla? Chunki bugungi kunda hurmatli prezidentimiz so'nggi 9 yildagi islohotlarni kuzatadigan bo'lsangiz, juda ko'p islohotlar 9008 ta mahallaga tushirildi. Bugun hech ikkilanmasdan aytamiz, 89% aholini murojaatlari mahallani o'zida hal bo'lyapti. Endi jamiyatni yuksaltirish. Nima uchun aynan jamiyatni yuksaltirish juda muhim? Chunki bilamizki, jamiyat birlashsa, xalq birlashsa va aynan shu birlashish mahallada sodir bo'lsa, shundagina bu millat ulug' bo'ladi, buyuk bo'ladi. Buni tariximizdan kuzatishimiz mumkin. Hurmatli prezidentimiz alohida ta'kidlab o'tdi, mahalla bu ijtimoiy birdamlik manbaidir. Bugun eng muhim narsa dunyo shiddatli o'zgarib boryapti va shunday holatda biz yiliga 1 million aholi ko'payayotgan, iqtisodiyoti o'sayotgan va eng muhimi birlashishimiz, millatimiz, dinimiz, e'tiqodimizdan qat'iy nazar biz o'sha mahallada birlashsak va 9008 ta mahalla birlashsa, hech kim to'xtata olmaydigan va islohotlar oldinga yuradigan bir buyuk davlat bo'la oladi bemalol. Ushbu murojaatnomada mana keyingi yil bu mustaqilligimiz 35 yilligi. Tasavvur qiling, biz qanday katta xalqi davlatga aylandik. 38 million oshiq va eng muhimi 35 yil mustaqillikka erishgan bir katta davlatga aylandik va keyingi yil biz butun jamiyat xalqimiz ushbu bayramni kutib olamiz. Bu ham bayram bizga nima? Vatanparvarlik tuyg'usini beradi. Shuningdek, Alisher Navoiy bobomizning 585 yilligi, Amir Temur bobomizning 690 yilligini nishonlaymiz. Ushbu sanalar, ushbu tadbirlar eng muhimi jamiyatimizni yuksaltirishga, xalqimizni birlashtirishga, yagona kuch bo'lishga xizmat qiladi.
Xususan, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi xodimlari ham davlatimiz, jamiyatimiz hayotining yaqin yillardagi strategiyasini belgilab beruvchi muhim dasturiy murojaatnomani diqqat bilan kuzatishdi. Chunonchi unda xalqimizning ma'naviy, ma'rifiy yuksalishi yo'lida belgilab berilgan vazifalar ma'naviyat fidoyilaridan yanada kuch va g'ayrat, yangicha ruhiyat bilan o'z ishiga yondashishni talab qiladi. Tugayotgan 2025-yil mamlakatimizning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy, madaniy sohalarda ulkan va yorqin voqealarga boy bo'ldi. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev rasmiy tashrif bilan qator davlatlarda rasmiy va amaliy tashriflar bilan bo'ldi. Yanvar oyi Birlashgan Arab Amirliklariga tashrifdan boshlangan bo'lsa, keyingi oylar Amerika Qo'shma Shtatlari, Malayziya, Kuvayt, Fransiya, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya, Vengriya, Italiya, Mo'g'uliston, Yaponiya, Ozarbayjon, Qatar kabi qator mamlakatlarga tashriflar bilan qizg'in va yuqori templarda davom etdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishi o'tkazildi. Yangi O'zbekiston bog'ida Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Navro'z O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 34 yilligi bayramlari munosib qarshi olindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Imom Buxoriy maqbarasini ziyorat qildi. Bu yerda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlarini ko'zdan kechirdi. Imom Motrudiy va Maxtumiy Azam majmualarini qayta ta'mirlash loyihasi taqdimot qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida keng jamoatchilik bilan birgalikda iftorlik marosimida ishtirok etdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon va Qirg'iz Respublikasi Prezidenti Sadir Japarov 3 mamlakat davlat chegaralari tutashgan hududda do'stlik stellasini tantanali ravishda ochdilar. 3-4 aprel kunlari Samarqand shahrida Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Davlat rahbari Ostona shahrida o'tkazilgan Markaziy Osiyo Italiya formatidagi sammitda ishtirok etdi. Samarqand shahrida UNESCOning 43-bosh konferensiyasi bo'lib o'tdi. Yirik tadbirda dunyoning 194 ta mamlakatdan prezidentlar, hukumat rahbarlari, ilm-fan, ta'lim va madaniyat sohalari ekspertlari ishtirok etdilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga tabrigi yo'llandi. Motrudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning anjuman ishtirokchilariga tabrigi yo'llandi. Xiva shahrida Arda Xiva xalqaro turizm markazining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Prezident Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Davlatimiz yetakchisi G'alaba bog'ida matonat madhiyasi yodgorlik poyiga gulchambar qo'ydi. Xotira nuri kompozitsiyasi bilan tanishdi. Millat fidoyilari xiyobonida xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar va huquq tartibot idoralari xodimlarining oilalari bilan suhbatlashildi. Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisida ishtirok etildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ostona shahrida Markaziy Osiyo Xitoy 2-sammitida ishtirok etdi. Tashrif doirasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan uchrashuv o'tkazildi. Davlat rahbari poytaxtimizda qurib bitkazilgan Olimpiya shaharchasi bilan tanishdi. 20-sentyabr kuni Prezident Amerika Qo'shma Shtatlariga amaliy tashrif buyurdi. Yurtimiz yetakchisi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasi umumsiyosiy munozaralarda nutq so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuv o'tkazildi. Markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh yetakchilarining C5+1 formatidagi sammitdagi ishtirok ham samarali o'tdi. Toshkent shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvi o'tkazildi. Umuman olganda 2025-yil charchashni bilmaydigan yurtimiz yetakchisi, liderimiz ishtirokida yuqori templardagi uchrashuv va muzokaralar, tashriflar qamrovi juda keng. Tafsilotlar bilan esa yangi yilgi dasturimizda tanishtirib boramiz. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan 2025-yil davomida bir qator ma'naviy, ma'rifiy loyihalar, ilmiy tadqiqot ishlari va ommaviy tadbirlar tashkil qilindi. Xususan, vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda 14 ta qo'shma qaror, 4 ta memorandum, 4 ta qo'shma bayon, 14 ta qo'shma dastur imzolandi. Ularning ijrosi bo'yicha tizimli tarzda ma'naviy ma'rifiy ishlar tashkil qilindi. Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari soni 1880 nafarga oshirildi.
turli sohalarda mamlakat rivoji va taraqqiyotida o'z hissasini qo'shib kelayotgan 107 nafar soha vakillari ma'naviyat fidoyisi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Zamonaviy targ'ibot texnologiyalari, mafkuraviy tahdidlarning ma'naviy jarayonlar rivojiga ta'siri va uni oldini olish mexanizmlari mavzulari doirasida 4 ta respublika ilmiy-ma'rifiy konferensiyasi o'tkazildi. Markazda to'ylar, oilaviy tantanalar, ma'raka va marosimlar o'tkazilishini tartibga solish tizimini takomillashtirishda davlat va jamoat tashkilotlarining roli mavzusida O'zbekiston musulmonlari idorasi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, din ishlari bo'yicha qo'mita va nuroniy jamg'armasi hamkorligida yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilish natijasida maromiylik loyihasini o'tkazish bo'yicha memorandum imzolandi. Vatan uchun, millat uchun, xalq uchun shiori ostida respublika bo'ylab umummilliy birdamlik festivali o'tkazildi. Festivalga 79 nafar respublika, 254 nafar mahalliy targ'ibotchilar jalb qilindi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida tamaddun, madaniyat va ma'rifat shiori ostida Ma'rifat karvoni loyihasi amalga oshirildi. Loyiha doirasida 70 ga yaqin ilmiy-ma'rifiy forum va tadbirlar tashkil etildi. 40 mingga yaqin ishtirokchi jalb etildi. 18 noyabr O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 34 yilligi munosabati bilan respublika bo'ylab bir bayroq ostida respublika bayroq estafetasi tashkil etildi. Joriy yilning 8 noyabr kuni bayroq estafetasi mamlakatimizning 3 ta yo'nalishi: g'arbiy qism Qoraqalpog'iston Respublikasi, janubiy qism Surxondaryo viloyati va sharqiy qism Andijon viloyatidan start olib 17 noyabr kuni Toshkent viloyati hududiga yetib keldi. Bayroq estafetasi 91 ta tuman, shahardan olib o'tilib, 140 ga yaqin ramziy nuqtalar, yangi O'zbekiston qiyofasini aks ettiruvchi inshootlar, madaniy obidalar, turistik maskanlar, tarixiy yodgorliklar, zamonaviy sanoat zonalari va boshqa muhim hududlarni qamrab oldi. Toshkent shahridagi Xalqlar do'stligi maydonida 3 ta yo'nalishdan kelgan bayroqlar yagona bayroq ostida birlashdi. Shu kuni Xalqlar do'stligi maydonida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilinganligining 34 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbir doirasida harbiy paradlar, shoir, yozuvchilar hamda taniqli san'atkorlar ishtirokida bayram tadbiri, dron shou va turli sahnaviy kompozitsiyalar namoyish etildi. Buyuklar haqida 100 ta dalil kitobchasi 8 tilda: o'zbek, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz, tojik, turkman, rus va ingliz tillarida chop etildi. Raqamli targ'ibot laboratoriyasi bazasida 5499 ta milliy kontent tayyorlandi. Kontentlarning umumiy qamrovi 317 milliondan ziyod, repostlar soni 554 ming, izohlar soni 310 mingtani tashkil qildi. 3 ta qisqa metrajli animatsion filmlar, Uy, robot tanlov yaratildi. Uy va robot nomli qisqa metrajli animatsion filmlar ijtimoiy tarmoqlarda 1.8 million martadan ziyod tomosha qilinib, keng jamoatchilik tomonidan ijobiy baholandi. Vatanparvarlik, yangi milliy ruhiyat, umummilliy birdamlik va o'zaro hurmatni tarannum etuvchi va yoshlarbob Vatan nomli playlist yaratildi. Playlist 170 dan ziyod musiqiy platformalarda, jumladan Yandex Music, Apple Music, Spotify, YouTube kabilarda e'lon qilindi. Yosh ijodkor yoshlarni qo'llab-quvvatlash, adabiy jarayonlarni faollashtirishga qaratilgan so'z loyihasi yo'lga qo'yildi va loyiha doirasida she'riy konsert dasturi bo'lib o'tdi. Yoshlar, turli millat va elat vakillari, xorijdagi vatandoshlar orasida vatanparvarlik, milliy g'urur va daxldorlik tuyg'usini ochish maqsadida O'zbekiston menda yashaydi nomli milliy kontentlar onlayn tanlovi o'tkazildi. Tanlovga 1000 dan ziyod ijodiy ishlar kelib tushdi. Davlat xizmatchilari va keng jamoatchilik uchun siyosiy ma'rifat soatining 43 ta soni har hafta juma kuni taqdim etildi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining 1395 metr kvadrat maydonidan iborat Yangi O'zbekiston, yangi Renessans poydevori pavilyoni yaratildi. Ekspozitsiya 8 ta bo'limdan iborat. Har bir bo'limni mazmunan boyitish maqsadida 18 ta ilmiy innovatsion loyiha yo'lga qo'yildi. Ularni amalga oshirishga 50 nafardan ziyod olimlar va tegishli soha mutaxassislari jalb qilindi. Markaz o'z faoliyatini 2026-yilda ham yuqori templarda davom ettiradi. 2025-yil o'z yakuniga yetib bormoqda. Dekabr oyi har bir sohada sarhisob qilinadigan, yutuq va kamchiliklar tahlil etiladigan muhim davr. Jamiyat hayotining barcha yo'nalishlarida bo'lgani kabi qonunchilik hujjatlarini qabul qilish va ularni hayotga tatbiq etish sohasida ham 2025-yil davomida samarali ishlar amalga oshirildi.
Jumladan, Lex.uz rasmiy manbasining 22 dekabr holati bo'yicha ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil davomida 3175 ta qonunchilik hujjati qabul qilindi. Ular quyidagilardan iborat: 87 ta qonun, 619 ta Oliy Majlis palatalarining qarorlari, 109 ta prezident farmonlari, 187 ta prezident qarorlari, 392 ta hukumat qarorlari, 402 ta vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoraviy hujjatlar, 1369 ta mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlari, 10 ta xalqaro hujjatlar, 2025-yil davomida qabul qilingan qonunchilik hujjatlari mazmunan turli sohalarni qamrab oldi va jamiyat hayotida muhim huquqiy asoslarni yaratishga qaratildi. Jumladan, qabul qilingan hujjatlar tadbirkorlik faoliyatini tartibga solish va qo'llab-quvvatlash, sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, ta'lim sohasida huquqiy munosabatlarni rivojlantirish, aholini ijtimoiy himoya qilish mexanizmlarini mustahkamlash kabi yo'nalishlardagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga xizmat qildi. Ushbu hujjatlar orqali davlat xizmatlarini ko'rsatish tartiblarini yaxshilash, elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish hamda fuqarolar va tadbirkorlar uchun qulay huquqiy muhit yaratishga qaratilgan choralar belgilandi. 2025-yil amaldagi qonunchilikni hayot bilan uyg'unlashtirish, ochiqlik va huquqiy barqarorlikni ta'minlash yo'lida muhim qadamlar tashlangan yil sifatida yodda qolmoqda. ...2025-yilni eng ko'p o'qilgan va muhokama qilingan top 10 ta kitobi. Qani boshladik. Birinchisi Onyx Storm. Bu Empire turkumining 3-kitobi bo'lib, 2025-yilning eng katta voqealaridan biri bo'ldi. Ikkinchisi Sunrise on the Reaping. Bu prequel kitob Hamish Abernatning 50-ochlik o'yinlaridagi g'alabasi haqida hikoya qiladi. Uchinchisi The Let Them Theory. Shaxsiy rivojlanish va psixologiya yo'nalishida bu kitob mutlaq yetakchilik qildi. To'rtinchisi Atom odatlar. Garchi nashr etilganiga bir necha yil bo'lgan bo'lsa-da, 2025-yilda ham bu kitob bestsellerlar ro'yxatidan tushgani yo'q. Beshinchisi Great Big Beautiful Life. Zamonaviy ishqiy romanlar ustasi Emily Henry 2025-yilda ham ushbu yangi asari bilan o'quvchilar qalbini zabt etdi. Oltinchisi The Emperor of Gladness. Adabiy janr ixlosmandlari uchun Ocean Vuongning ushbu asari yilning eng muhim kitoblaridan biri deb topildi. Yettinchisi The Housemaid. Freda McFaddenning ushbu asari o'zining kutilmagan burilishlari bilan kitobxonlarni hayratda qoldirishda davom etmoqda. 8-si Atmosfera. 80-yillar va koinot dasturlari fonidagi ushbu hikoya yilning eng ko'p sotilgan asarlaridan biri bo'ldi. 9-si Dream Count. Mashhur adiba Chimamanda Adichie'ning ko'p yillik tanaffusdan keyingi yangi romani sevgi, sog'inch va ayol kishining hayot yo'li haqida bo'lib, global miqyosda katta qiziqish uyg'otdi. Va 10-si Behalovat avlod. Ijtimoiy tarmoqlar va texnologiyalarning yosh avlod psixologiyasiga ta'siri haqidagi ushbu tahliliy kitob 2025-yilda ota-onalar va murabbiylar tomonidan eng ko'p o'qilgan non-fiction asar bo'ldi. Bizda hozircha shular, keyingi sonlarda ko'rishguncha. Bugungi kunda Huquq muhofaza qilish akademiyasi kundan kun rivojlanib bormoqda. Prokuratura tizimi 2030-yilgacha bir qator raqamli dasturlarni o'zida bevosita faoliyatida amalga oshirib, o'zini rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan faoliyatni amalga oshirmoqda. Huquq muhofaza qilish akademiyasi 2022-yil 28-noyabrda 257-sonli prezidentimiz farmoni asosida tashkil qilindi. Ungacha bo'lgan bosqichda esa faqatgina prokuratura tizimi xodimlarini malakasini oshirish, ularni qayta tayyorlash va bakalavr yo'nalishida faqatgina prokuratura xodimlari uchun xodim tayyorlar edi. Bugungi kunda esa ko'rib turganingizdek zamonaviy xonalar, zamonaviy sharoitlar yaratilib, bugungi kunda barcha tergov organlari, tergov tizimi yagona yondashuv asosida Huquq muhofaza qilish akademiyasida o'qitilmoqda. Yana bir muhim jihat shundaki, bugungi kundagi Huquq muhofaza qilish akademiyasi oldingi o'sha davrdagi oliy ta'lim muassasalaridan farqli ravishda amaliyot bilan bevosita chambarchas o'z faoliyatini yuritmoqda. Ko'rib turganingizdek, nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalarni shakllantirish maqsadida mana shunaqa maxsus xonalarda turli xil jihozlar, vositalar, texnik vositalar bilan birgalikda dars o'tiladi. Ko'rib turganingizdek, biza o'quv jarayonida tergovchilarni
kundalik faoliyati jarayonida qo'llanadigan texnik vositalarni, ya'ni bu chemodan hisoblanadi, ya'ni prokuror kriminalistning chemodani bugungi kunda tergovchilarga bevosita amaliy ko'mak beradigan alohida vakolatli lavozim joriy etilgan bo'lib, prokuror kriminalist aynan mazkur vositalardan bevosita foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bugungi kunda huquq muhofaza qilish akademiyasida alohida aynan kiber jinoyatlarni tergov qiladigan maxsus yo'nalish ham raqamli texnologiyalar bilan ishlaydigan tergovchilarni tayyorlash ishlari amalga oshirilmoqda. material, elektron surishtiruv va dastlabki tergov hamda muhtaram prezidentimizning joriy yilning 3-noyabr kunida imzolangan raqamli prokuratura 2030 strategiyasini tasdiqlash hamda uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlari bilan joriy qilingan tergov axborot tizimi hodisa joyini ko'zdan kechirish, murdani ko'zdan kechirish, ekspertiza tayinlash hamda vakolatli organlarga elektron so'rovlarni yuborish kabi protsessual harakatlarni raqamlashtirdi. tergov axborot tizimi ko'rib turganingizdek mana bu ko'rinishdagi planshetlarga o'rnatilib, har bir tergovchiga individual biriktirildi. tergov axborot tizimi hozirgi kunda jinoyat haqidagi ariza xabar kelib tushgan vaqtdanoq uni elektron qayd qilib, tergovchi tomonidan hodisa joyiga chiqishi, mazkur planshet yordamida uni ko'zdan kechirishi hamda bayonnomani rasmiylashtirishi, ekspertiza qarorlarini qabul qilishi, ularning xulosalarini elektron shaklda olishi kabi vazifalarni bajarmoqda. Hodisa joyini ushbu planshet yordamida ko'zdan kechirmoqda hamda hodisa joyidagi ko'rgan barcha tafsilotlarni og'zaki ravishda planshetga o'qib beradi hamda planshetdagi sun'iy intellekt buni avtomatik ravishda matnga aylantiradi. Planshetning imkoniyatlari hozirgi kunda huquqni muhofaza qilish akademiyasining barcha tinglovchilariga tushuntirib borilmoqda hamda buning imkoniyatlari ularga amaliy misollar bilan ko'rsatilmoqda. Haftaning har juma kuni biz sizlarni Jadid gazetasining navbatdagi sonlari bilan tanishtirib borar edik. Endi esa biz Jadid gazetasida mana mehmon bo'lib turibmiz. Iqbol aka, bu yilgi rejalar qanday edi-yu, ularni shu nihoyasi qanday bo'ldi va kelgusi rejalar nimalardan iborat? Xush ko'rdik. Bitta yagona reja bu shu kun tartibida turgan davlatimizni, muhtaram prezidentimizni siyosatlarini tushunarli qilib sharhlar bilan xalqimizga, o'quvchilarimizga yetkazish bilan birgalikda jadid bobolarimizni boshlagan ishlarini bir yodnomalarda eslash, ularni hayotlarini tadqiq qilish, ularni yozgan asarlarini targ'ib qilish bilan birgalikda bugungi kunda yashayotgan o'sha ruhni bir suhbatlarimizda, maqolalarimizda, tadqiqotlarimizda mana shu masalalarga alohida e'tibor qaratamiz. Biz Yaponiyada yashayotgan, Yevropada yashayotgan, Amerikada yashayotgan tadqiqotchilar bilan bog'lanib, ayniqsa mana shu o'tayotgan yilimiz juda bu ma'noda barakali bo'ldi. Juda ham ko'p hamkorlar topdik. Hatto o'zi bir boshqa bir millatga, aytaylik, Yapon millatiga mansub bo'lib turgan tadqiqotchilar Behbudiy bobomizni hayotlarini, ijodlarini tadqiq qilib, o'rganib, jadidlar harakatiga maftun bo'lib, o'zlarini jadid deb hisoblaydigan nimalar bor ekan, olimlar bor ekan. Ular kelishdi, ko'rishdi, gaplashdik, suhbatlarni berdik. Yoki bo'lmasam Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlarida va boshqa, hatto Avstraliyada mana shunday tadqiqotchilar, qiziquvchilar bor ekan. Ularni hammasini birlashtirayotgan yagona bir mantiqiy nuqta borki, bu demak jadid bobolarimizning maqsadi, muddaolari tilda, fikrda, ishda birlik degan shior bo'ladigan bo'lsa, demak dunyo ma'rifatli bo'lsin, eng asosiysi. Parallel ravishda ilmiy tadqiqotlar ham ketyapti, to'g'rimi? Ilmiy tadqiqotlar albatta. Millat fidoyilari degan rubrikamizda domlamiz Rustambek Shamsuddinov domlamiz, Baxtiyor Hasanov ustozimiz va boshqa ko'plab olimlar, Bahrom Izrayev kabi yosh olimlar ham juda katta tadqiqotlarini bizga taqdim etyapti. Har sonda berib boryapmiz. E'tirof etish kerak, Jadid media studiyasi ham faoliyat yuritadi va mushtariylarga jonli efirlarni ham ko'rdik, jonli suhbatlarni ko'rdik. Mana biz hozir bizni studiyamizga kirib keldik. Bu kamtarona
qilingan joy va juda ham ko'plab o'nlab buyuk insonlarni mana shu joyda suhbatlarini olganmiz. Mana shu joy demak tabarruk bir joyga aylanib qoldi. Bu yerda demak mana bizni qizlarimiz musahhihlar xatolarni olib, xatolarni to'g'rilab, lotin alifbosida ham chiqadi-ku gazetamiz. Shu nimalarni muvofiqlashtirib ishlab o'tirishmiz. Biz hali jadid deb gapiryapmiz-ku, lekin hali u asosiy anaqalariga hali yetib borganmiz. Endi boshladik. Sahifalarni bitta shunaqa katta sahifa bu. Jadid gazetasining har bitta sonini kuzatib turmasam yuragim yo'q qoladi. Yaxshi ko'raman gazetani. Bu yerda mana bizni dizaynerimiz Erkin aka o'tiribdilar. Mana Shahriyor gazetadagi shu ba'zi bir kamchiliklarni, bezaklarni epaqaga keltirishyapti mana birgalikda. Mana shu joyda gazeta shakllanadi. Bugun ancha jurnalistlarga, umuman gazetchilarga oson bo'lib qolgan-ku. Bir paytlar bu haligi biz 90-yillarda ham ishlaganmiz. Vatan degan gazeta bo'lardi, O'zbekiston tabiati degan gazeta bo'lardi. Shu qo'rg'oshinda harflar terilib, uni ko'tarib u yoqdan bu yoqqa olib borib, uni ag'darib, kraskani surtib, mana shunaqa ishlar bo'lardi. Qora ish edi. Bu bir 200 yil, 300 yillik qadimiy andaza bo'yicha ishlangan o'sha paytda. Hozir mana qarang. Hech qo'ling kir bo'lmasdan, ko'ngling kir bo'lmasdan bemalol mana shu yerda o'tirib olib, xohlagancha tahrirni qilish mumkin. Jonli huzuri bir so'z bilan aytganda. Faqat kalla bilan yurak ishlab tursa bo'ldi. Ochig'i biz shu yoritish jarayonida o'zimiz o'qiymiz, tahlil qilamiz. Bu galgi yangi yil sonida Jadid gazetasida agar sir bo'lmasa, qanday maqolalar kutyapti mushtariylarni? Yil yakunlariga albatta bir xulosalar beramiz. Mamlakatimiz darajasida. Mana ko'ryapsiz, bizni prezidentimiz mamlakatimizni yangi bir miqyoslarga olib chiqdilar. O'zlari bir katta bir zukko diplomat sifatida, siyosatchi sifatida dunyoni o'zlariga qaratishga muvaffaq bo'ldilar. Mana Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti, bizni prezidentimizni gigant 20 talik davlatlarni sammitiga taklif qilyaptilar. Jiddiy siyosatchi ekanliklarini va kelajakda ham hamkorlik qilish mumkin bo'lgan ishonchli partnyor ekanligiga ishonch hosil qildi u odam. Shuning uchun mana shu mintaqani bir sardori sifatida, yetakchisi sifatida bizni prezidentimizni mana shu katta bir majlisga, anjumanga taklif qilyaptilar. Mana shu har bittamizni o'ylab xulosa chiqarishga chaqiradigan voqea. Mana shu haqida bir tahliliy maqola tayyorlayapmiz va boshqa juda ham ko'plab bizni jadid bobolarimizga bag'ishlangan maqolalarimiz navbat kutib turibdi. Siz bilan bizni jurnalist sifatida rejamiz, maqsadimiz bitta bo'ladi, mushtarak bo'ladi. Xalqimizga bor haqiqatni buzmasdan, bejamasdan to'g'ri yetkazib berish. Hozir mana gazetamiz hamma maktablarga yetib boryapti, hamma oliy o'quv yurtlariga yetib boryapti. Hamma gap maktabdan deb prezidentimiz qayta gapiryaptilar. Shuning uchun biz ham mana shu jadid bobolarimizning ko'pchiliklari murabbiy bo'lishgan, ustoz bo'lishgan, o'qituvchi bo'lishgan. Mana shu nuqtai nazardan demak millatimizni tarbiyasiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shishga harakatdamiz. Rahmat. Ishlaringizni rivojini bersin. Yuqori templarda faoliyatni davom ettiring. To'xtashga haqqimiz yo'q. Shunday qilib, Jadid gazetasi ezgu maqsadlarni ko'ngilga to'yib, yo'lida davom etadi. Biz esa jarayonlarni kuzatamiz va Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazining siyosiy ma'rifat soatida berib boramiz. 2026-yilning yurtimizda mahallaning rivojlantirish va jamiyatning yuksalish yili deb e'lon qilishni taklif qilaman. Assalomu alaykum mahalladoshlar, omonmisiz? Yangilikni eshitdingizmi? Prezidentimiz kelayotgan yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildilar. Siz mahalladoshlarimni xursand qilgan bugunning eng muhim yangiligi ham shu bo'lsa kerak. Muborak bo'lsin barchamizga. Prezidentimiz Oliy Majlisga va ko'p millatli xalqimizga murojaatnomasini tinglab rosa ta'sirlandim. Siz bizga juda manfaatli bo'lgan ko'p yangiliklarni aytdilar. To'g'risini aytsam, qay biridan boshlashni bilmayapman. Yangi yilning nomida belgilangan ustuvor vazifalarni amalga oshirish uchun alohida davlat dasturi qabul qilinadi. Ushbu dasturda yurtimizdagi 9000 dan ziyod mahallani avvalo mehr-oqibat, hamjihatlik, adolat va tarbiya maskaniga aylantirish kabi dolzarb masalalar o'z ifodasini topadi. Kelgusi yildan mahallani rivojlantirish bo'yicha
kompleks yondashuv joriy etiladi. Har bir viloyatda 2-3 tadan tumanni tanlab, hamma mahallasidagi barcha muammolarni bir vaqtning o'zida hal qiladigan tizim yaratiladi. Ularda bir vaqtning o'zida tadbirkorlik infratuzilmasi ham rivojlantiriladi. Ushbu maqsadlar uchun barcha manbalar hisobidan 8,5 trillion so'm mablag' ajratiladi. Kelgusi yilda ilk marotaba mahalla infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 trillion so'm viloyatning o'ziga beriladi. Ushbu mablag'larning har bir so'mi aholi uchun qo'shilgan qiymat yaratishi zarurligi ko'rsatib o'tildi. Shu boisdan bu pullar umuman qaysidir tuman uchun emas, balki mahallada ish o'rinlari yaratadigan, aholini daromadli qiladigan aniq loyihalarga yo'naltiriladi. Bu budjet mablag'larini samarali ishlatishda loyihaviy yondashuv bo'ladi. Kelgusi yilda barqaror shahar platformasi ishga tushirilib, yashash uchun qulaylik indeksini yaratish yo'lga qo'yiladi. Bu indeks orqali shaharlardagi har bir mahallaga xos muammolar aniqlanib, ularga mos yechimlar beriladi. 2026-yili mahallada sanoat va xizmat loyihasi orqali 10 mingdan ziyod ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish loyihalarini ishga tushirish uchun 5 trillion so'm kredit beriladi. Kredit foizning milliy valyutada 10% gacha, xorijiy valyutada esa 4% gacha qismi tadbirkorlik kompaniyasidan qoplab beriladi. Natijada mahallalarda 100 mingta yangi ish o'rni yaratiladi. Har bir mahallada 40 tadan mikro loyihani amalga oshirib, 360 ming aholini ishli qilish uchun mahalla banklari va hokim yordamchilariga 2026-yilda yana 7,5 trillion so'm resurs ajratiladi. Prezidentimizning nutqlarida mahalla tinch va ahil bo'lsa, jamiyatimiz tinch va hamjihat bo'ladi. Mahalla rivojlansa, butun mamlakatimiz yuksaladi dedilar. Bu meni juda ham ta'sirlantirdi. Aziz mahalladoshlar, keling barchamiz mana shunday ezgu ishlarda birlashaylik. Odamlar birlashsa, mahalla birlashsa, millat bir kuch bo'lsa, oldimizdagi katta marralarga albatta yetamiz. Assalomu alaykum. Xo'sh, 2025-yil sun'iy intellekt takomillashib bordi. 2024-yildagi oddiy suratlar o'rnini jonli motiv egalladi, ya'ni fotolar jonlandi. Joriy yilda ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellekt namunalari ommalashib trendga aylanib bordi. Va ular qaysilar edi? Keling yaxshi ularni birma-bir eslab o'tamiz. Yaxshi odam bo'lish oson emas, lekin birinchi qadam hamma ishni robotlarga topshirdik deb o'ylashdi. Hammaga salom. Siz bilan rolning miyasida yashaydigan Quvonch. Biroz shovqin qilamiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Yangi 2026-yilda sun'iy intellektda qaysi yo'nalishlar trendga aylanishi mumkin? Sizlar bilan 2026-yilgacha xayrlashamiz. Omon bo'ling. Bilasizmi, bugunga qadar umuman qor yog'magan davlatlar bor. Hozir shu haqda aytib beraman. Bilasizmi, ekvator chizig'iga yaqin yoki tropik o'lkalarda umuman qor yog'maydi. Masalan, dunyoga mashhur Maldiv orollarida bugunga qadar biror marta qor yog'magan. Bu yerda doimiy yoz hukmronlik qiladi. Ana shunday davlatlardan yana biri Singapur. Singapurda qor yog'ishi uchun havoda namlik yetarli bo'lsa-da, lekin qor yog'maydi, chunki havo harorati deyarli sovimaydi. Yangi yilni ular sun'iy qorlar yog'dirib qarshi olishadi. Bilasizmi, Filippin davlatida tropik iqlim sabab qor o'rniga faqat tayfunlar va yomg'irlar yog'adi. Shuningdek, ekvator atrofida joylashgan Afrika davlatlarida, ya'ni Liberiya, Gabon, Senegal kabi o'lkalarda ham qor yog'ishi imkonsiz. Bilasizmi, qor yog'ish uchun havoning harorati 0 gradus yoki undan past bo'lishi va havoda yetarlicha namlik bo'lishi kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzi aholisining qariyb yarmi tabiiy qorni umuman ko'rishmagan. Bizda hozircha shular, salomat bo'ling.
Yangi yil, hammada bayram kayfiyati. Bu bayramni o'ziga xos jihatlaridan biri oilaviy yoki qarindoshlar bilan bir dasturxon atrofida yig'ilish. Anchadan beri ko'rishmagan qarindoshlar, uzoq yaqin do'stlar diydori ushbu bayramning ajralmas bir qismidir. Inson psixikasi uchun eng muhim ehtiyojlardan biri xavfsizlik va tegishlilik hissidir. Odam o'zini yolg'iz emas, bir guruhning qismi sifatida his qilganida miyada stress uchun mas'ul bo'lgan tizimlar sekinlashadi. Dasturxon atrofida yig'ilish esa aynan shu mexanizmni ishga tushiradi. Ovqatlanish insoniyat tarixida eng qadimgi ijtimoiy marosimlardan biri. Odamlar faqat xavfsiz joyda va ishonchli odamlar orasida ovqatlangan. Shu sababli miya bugun ham birga ovqatlanishni xavf yo'q degan signal sifatida qabul qiladi. Dasturxon atrofida o'tirganda kortizol, ya'ni stress gormoni darajasi pasayadi. Aksincha, ijtimoiy bog'lanish uchun muhim bo'lgan oksitonin gormoni ko'payadi. Yana bir muhim jihat yuzma-yuz muloqot. Diydor ko'rishilganda odamlar bir-birining yuz ifodasini, ovoz ohangini, pauzalarni sezadi. Bu esa miyada empatiya uchun javobgar bo'lgan neyron tizimlarini faollashtiradi. Shu sababli Yangi yil dasturxoni ham o'ziga xos terapiyaga o'xshaydi. Bu bayram shuning uchun ham qadrli. Kirib kelayotgan 2026-yilingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum siyosiy ma'rifat soati kuzatuvchilari. 2025-yilning so'nggi kunlarida turibmiz. Yurtimiz bo'ylab bayram shukuhi kezmoqda. Sayohat ham bugun sizlarni Yangi yil mo'jizalari jam bo'lgan manzil tomon Laplandiyaga sayohatga taklif etadi. Finlandiyaning eng shimolida joylashgan hududlardan biri Laplandiya. Bu mintaqa Shimoliy qutb doirasi hududiga kiradi va qattiq qishlari bilan juda mashhur. Laplandiyada qish mavsumi uzoq davom etadi. Dekabr va yanvar oylarida havo harorati ko'pincha -10 dan -30 darajagacha tushadi. Ayrim kunlari quyosh umuman ko'rinmaydi, lekin shahar va qishloqlar maxsus bayram chiroqlari bilan yoritiladi. Laplandiya butun dunyoda Santa Clausning vatani sifatida tanilgan. Aynan shu mintaqada joylashgan Rovaniemi shahri Santa Claus qishlog'i orqali mashhurlikka erishgan. Bu hudud yil davomida ishlaydi va har yili minglab sayyohlarni qabul qiladi. Laplandiyada qishki faoliyatlar juda rivojlangan. Bug'u va xaski safari, qor mototsikllari, muz ustida baliq ovlash, bular mintaqaning kundalik hayotiga aylangan. Shuningdek, Laplandiya shimoliy yog'duni kuzatish uchun Yevropadagi eng qulay hududlardan biri hisoblanadi. Agar ob-havo ochiq bo'lsa, qish oylarida osmonda rangli yorug'liklarni ko'rishingiz mumkin. Laplandiya shovqinli bayramlardan ko'ra Yangi yilni sokin, tartibli va tabiatga yaqin muhitda o'tkazishni istaganlar uchun ayni muddao manzil. Yaqinlashib kelayotgan Yangi yil barchamiz uchun omad va zafar yili bo'lsin. Kelasi yilda siyosiy ma'rifat soati hamda sayohat loyihasi orqali ko'rishguncha omon bo'ling. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring.